narxini 4 million 200 mingdan bo'ladigan narxini beramiz. Toshkentgacha dastlab yapib beramiz. Yosh oyligi 10 oy. Bunday olib borib to'g'ri rag'lar polvonligini o'rgatyaptilar. Tanlab olishga emas, bir joyga olinganga shu narsadan beramiz 4 million 200 mingdan. To'rtta sariq, to'rtta qorani addinni olsangiz 4 million 200 dan beramiz. Lekin tanlab olsangiz birinchi bo'lgan bu 5-chi partiyasini ko'rsatamiz. Jonivorlar. Arzon bo'lyapti. Olgan olib qoladi. O'zimizga ham arzon degan arzon sotyapmiz. 4 million 400 mingdan sotyapti. 4 million 200 mingdan ularga yetib boradi. Tanishlarga, birodarlarga mashhur kasaflar rahmatli sizga yetadi. Meni deb turgan ko'zimizdan 4 million Kuşlar bir dana urgatı. Koy kovalananda geçiyorlar. Udarlı. Kızıktan kökelendi. Narxı arzon. Bomba narxı veraman. Agar videoyimizda haqiqatan sizlarga bo'lganmasa, do'stlarim, telefon qilib Telegramda instalang, adini videosini gapirib beraveramiz. To'xtab ana shu yerga bir xildagi ajratib saralab qo'ygandan qo'yishni qaysi partiyani olsangiz ham bir xilda o'ta qo'rg'atacha bir xil yem berib boqaveramiz. Bemalol bular ham yemini yeb turgan ozgina narxi 3 million 800 mingdan 3 million 800 dan. İnşallah özümüzden satyapmiz. Bozorda to'ylarni mashhur kechga 4 million 100 ming ham qilib sotyapmiz. Lekin o'qilmoqda 3 million 800 mingdan tanlab olaman desangiz akalar 4 milliondan. So'liqda olsangiz ham 4 millionga beramiz. O'zimizga ham so'liqcha balandroq kelgan. Bitta, ikkita, uchta olgan akalarimiz 4 milliondan hammasini olganlar 3 million 800 mingdan dastlabki tekin aloqachi bo'lganlar. Bu 5-chi partiya o'zlarimizga 6-chi partiyamiz. Tugatishda davom etadi. 6-chi partiyasiga o'ta arzon, o'ta ham arzon. Yozda, sezonda, qo'zi sezonda bo'lgan. Bir dona urg'ochi. O'ta arzon sizni qo'rangiz to'la bo'lsa, bitta tanishingiz olib borsin, maza qilsin.
haqiqatdan o'ta arzon qilib beraman. Soni $10 bitta sariq qora kashta. Hammasi pochta. Narxi bormi akalar? 3.300.000 vodiy bo'ylab dastlab berilgan. Qo'ylar haligi madam juman hangi qo'ylarni hammasi ozgina kepagini yeb turgan oxirgi o'ldirgan davani qo'ymas. Muhimi uyda turgan xonadonni qo'ydi. Bo'ladi akanchasini vodiy bo'ylab dastlab berilgan. Mana oldi tomonlarni ko'raverasizlar. Bunga haqqan yutali yo'q qo'zi qo'chqarlar. Sog'lom. Bular bugungi video so'zlarni o'z nihoyasiga yetdi. Bitta vaqtlarni salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lsalaring, doimiy ravishda birinchi qo'l o'zimiz mana arzon qo'zi qo'chqorlar chiqib turadi. O'tkazib yubormaysizlar. Kimgadir tavsiya qiling, rahmatini sizga aytadi. Akalar, mana